Assalomu alaykum, hurmatli o'zbekistonlik o'rtoqlar, hurmatli o'zbekistonliklar. Men bugun yana to'g'ridan to'g'ri emas yozib olyapman efir. Siz bilan haligi Inoyatov kimligi haqida, uning hokimiyatga qanchalik kuchi qanchalik ekanligi, hokimiyat talash ketyapti-ku. Hamda kim bilan kim o'rtasida aslida hokimiyat uchun talash ketyapti. Shuni men sizga tushuntiraman, lekin men haqiqatni aytaman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Men polniy haqiqatni aytaman. Shuning uchun meni o'zbekistonliklar tushunmayapti. Chunki men aytayotgan gaplarim ularni 10 darajasiga yetib bormayapti. Chunki ular pastroq darajada yuryapti-da, shuning uchun ular haligi Eshonqulovaga o'xshagan odamlar, Xidirnazarga o'xshagan, shunaqa Jahongir deydini, ular past darajada yuradi. O'shalarni har xil ana shunaqa yana kimdir ozodlik qasddan yolg'on narsalarni beradi. Ana shunaqalarni eshityapti ularda. Keyin juda ko'p jo'vit blogerlar bor o'zbek nomi bilan. O'shalarni eshityapti-da, ularni qasddan chalg'ityapti xalqni. Haligi uyqudan uyg'onmasin deb. Chunki bular mustaqillik g'oyasi bilan xalqni uxlatib tashagan-ku. Yolg'on soxta mustaqillik g'oyasi bilan. Hech qanday mustaqillik g'oyasi yo'q. Dunyoda ikkita ideologiya, ikkita mafkura uchun kurashib ketyapti. Yaxshilik bilan yomonlik, ozodlik bilan qullik o'rtasida, sotsializm bilan kapitalizm o'rtasida kurashib ketyapti. Chunki kapitalizm bu zulmat, yomonlik, qullik, ana shu jabr zulm. Sotsializm nima deyapti? Yo'q, biz insonlar yaxshi yashashga qaror qildik. Lenin boshlab berdi bu g'oyani. Bu eng yosh g'oya hisoblanadi. Lekin odamlar buni tushunmayapti. To'g'ri, sotsializmda Stalindan keyin juda katta kamchiliklar yo'lga qo'yildi, kamchiliklar bo'ldi. Chunki o'sha tashqi dushmanning ta'siri asosida ularning agentlari kiritilib, davlatning tepasiga, ana shu natijasida xalqning ko'ziga sotsializmni yomon ko'rsatish uchun har qanday xatti-harakatlar qilindi. To'g'ri, lekin xalq savodli bo'lsa, ularni masalan deputatlar qo'li bilan qilgan ishlari yoki boshqa bosh sekretar, KPSS bosh sekretar nomidan qilgan ishlari yoki Oliy Sovet raisi nomlaridan qilgan ba'zi bir xato ishlarini masalan xalq agar savodli bo'lganda, xalq asosiy fundament qayerda ekanligini tushunganda, masalan u narsalarni yengib o'tgan bo'lardik. Masalan mandaqa odamlar biz yengib o'tayapmiz, bosib yanchib o'tayapmiz. Chunki to'g'ri Xrushchevdan boshlandi xoinlik, to'g'ri Brejnev ham ko'p yaxshi ishlar qilgan bilan yomon ishlarni ham ko'p qildi. To'g'ri Gorbachov xoin sotdi, to'g'ri Yeltsin sotdi, to'g'ri Nazarboyev, Karimov sotdi. Lekin aslida qanday bo'lishi kerak? Aslida fundament Lenin bilan Stalin qo'yib ketgan fundament ana bunday. Biz ana bunday yashashimiz kerak. Estafetani biz Lenin bilan Stalinni olishimiz kerak. Bugungi davrga kelib ularni kamchiliklarini ko'rdik, yashab o'tdik, ko'rib o'tdik. Tajribamizda, hayotimizda yo'q. Aslida Lenin bilan Stalin qurib ketgan fundament asosida biz bunday yashashimiz kerak degan narsalarni masalan menga o'xshagan odamlar tushunyapmiz. Lekin bu juda kamchilik. Ana Lenin bilan Stalin nima degan? Yer to'g'risidagi dekret bilan hammaga, Rossiya imperiyasi xuddagi har bir odamga yerga egalik huquqini bergan. Ana shuni bizning xalqimiz tushunmayapti, o'zbeklar umuman tushunmayapti. Hozir sizda jismoniy shaxs sifatida yerga egalik huquqi yo'q. Shuning uchun sizni jismoniy shaxs migrantga o'tkazib qo'yibdi, tovarga o'tkazib qo'yibdi. Agar sizda yerga egalik huquqini berib Lenin sizni tirik inson maqomiga darajasiga chiqargan bo'lsa,
Stalin shu inson darajasidagi insonlarning huquqini himoya qilib, Sovet qonunlari asosida 1936 konstitutsiyada mukammal qilib shuni ko'rsatib, tasdiqlab va Birlashgan Millatlar Tashkilotini tuzib o'shada 1936 konstitutsiya asosida shunday katta bir nima bilan железобетон bilan ana shu qonunni qo'yib ketgan bo'lsa, sotsializm bir umrlik deb Rossiyada deb ketgan bo'lsa, o'rta ana shu nimada SSSRda deb ketgan bo'lsa, uni hali ham ular buza olmayapti. Lekin quzg'unlik, noqonuniylikni ichkaridan qilishyapti. Haqiqiy fundamentni buza olmayapti. Bilasizmi? Masalan, ana shu tasavvur qiling. Uy ana qurilib turibdi fundamenti bilan, lekin ichidagi narsalarni buzyaptilar. Bilasizmi, ichidagi narsalarni o'g'irlayaptilar. O'sha uyda nima bo'lsa, shuni o'g'irlayapti. Hamma narsasini olib ketyapti. Eshigi bormi, oynasi bormi, buzib olib ketyapti. Uning ichida nima bo'lsa, shuni olib ketyapti, buzyapti, pollarini buzyapti. Lekin 4 ta devor bilan fundamentini buza olmayapti. Ana shu qonunning himoya qilinmasligiga kim aybdor? Har birimiz aybdor. Sovet qonunini endi qarang, siz Sovet qonunini qanchalik inkor qilib, qanchalik soxta narsalarga ishonib ketaversangiz, sizning huquqlaringiz shunchalik poymol bo'lib, siz tovar jismoniy shaxs sifatida yo'q bo'lib ketaverasiz. Endi men bugun Inoyatov haqida gapirmoqchiman. Kim bu Inoyatov? Bu qo'lida Sovet pasporti bilan yurgan vatan xoini. O'sha Inoyatovlar oilasi, Karimovlar oilasi, Mirziyoyevlar oilasi, bular hammasini qo'lida Sovet pasportlari bor. Bilasizmi? Ana bu jibila-jibon sizga shuni hech qachon aytmaydi. Bu biladimi, bilmaydimi, men bilmayman. Lekin bu sizga uni aytmaydi. Bu sizga boshqa kerak emas narsalarni aytadi. Xidir Nazar bor, boshqa qora blogerlar bor, jovid blogerlar bor, o'zbek nomidan chiqayotgan, Sirojiddin dedi, Saodat dedi, yana bir narsa dedi. Bular hech qachon sizga haqiqatni aytmaydi. Chunki sizni ular qaysi dunyoga olib boryapti? Jovidlar dunyosiga, o'liklar dunyosiga olib boryapti. Chunki Stalin qurib ketgan sotsializm va o'sha yerda ishchi dehqon huquqi himoya qilinib, u davlat hokimiyat egasi, u yerning egasi degan narsadan siz tortib olyapti. Siz yerning egasi bo'lmasangiz, sizda hech qanday huquq bo'lmaydi. Shuning uchun ham sizga maktablarda bilim bermayapti, siz ustingizdan kulyapti. Shuning uchun bolalaringizga yaxshi bilim bermayapti. Shuning uchun sizni aldab masjidlarga yugurtiryapti. Bor masjidga namoz o'qi, senga bilim kerak emas. Bor ana Alloh biladi, sen bilmaysan. Bilasizmi, sizni o'zingizda fikr bo'lmasligi uchun. Sizni o'zingizda ong bo'lmasligi uchun. Sizni aldayapti, bor umraga bordi, ustingizdan kulyapti, yolg'ondan ketyapti, kelsa u yerga borib gunohingni to'kasa, aslida unday emas. Ular sizni foydangizga pul ishlayapti. Kanallarni boqyapsiz siz. Aslida u yolg'on narsa. U hammasi yolg'on narsa, chunki hammasi insonning o'ziga bog'liq. Insonning o'zini ongida, o'zining fikrida, o'zining qalbida mehr-muhabbat bo'lsa, ong bo'lsa, o'zida fikrlash bo'lsa, o'zi qanday fikrlaydi, ana shunga bog'liq, boshqa hech narsaga bog'liq emas. Xudo sening qalbingda. Sen haqiqiy Xudoni nimalik ekanligini almashtirib, chakashtirib yuboryapsan. Tushunmayapsizlar sizlar. Men ham Xudoga ishonaman. Sizlar o'ylabsiz, bu Xudoga ishonmaydi. Yo'q, aslida men Xudoga ishonaman. Men Allohga ishonmayman. U yolg'on narsa. U bir xovuch iblis o'zini Allohman deb sizga ko'rsatyapti, siz ustingizga hukmronlik qilyapti. Sizni qul qilyapti. Ana shu Inoyatov bu bir xovuch o'sha KPSS a'zolari, tepadagi nomenklatura deydi, bular birlashib olib KPSS haligi o'zining hokimiyatini, elitasini bir xovuch iblis tuzib olib, Sovet pasportlari bilan Sovet hokimiyatini sotgan, Sovet hokimiyatini haligi tashqi dushmanga bosib olishiga yo'l qo'ygan iblislar bular. Men sizga aytdim-ku,
Sovet hokimiyati hali hech, Sovet davlati hali hech yerga ketgani yo'q, bor. Lekin ana shunga o'xshagan iblislarning ana orqasida turibdi ana. Yana bitta iblis Karimov. Ana bu turibdi. Bular birlashib Sovet hokimiyatini, Sovet xalqini sotgan, o'z yurtini, o'z millatini sotgan odamlar. Endi bular nima deydi? Bu смотрящий deydi buni. Haligi globalistlar tomonidan O'zbekistonda har bir respublikada смотрящий, nazoratchi o'rnatiladi. Nazoratchi bu. Ana shunday yechiladi ko'p narsa O'zbekistonda. Lekin Xabat sektasi ham nazoratchi. Xabat sektasi orqali va ana shu Inoyatov orqali yechilardi. Mirziyoyev kelmaguncha, bilasizmi? Ana shuning uchun Inoyatov Gulnora Karimovani chetlab Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasi shirkatiga nima qildi-ku, rahbar qildi-ku. Chunki bular hokimiyat uchun kurashdi, lekin bular hammasi tashqi dushmanga, globalistga ishlaydi. O'shalarga ishlaydi, lekin qo'llarida Sovet pasporti bor. Nima uchun? Chunki Sovet davlati bor, Sovet mol mulkining egasi xalq, konstitutsiya bo'yicha Sovet ishchi dehqon xalqi bo'lsa, bular biz xalqni 99.9% xalqni migrantga o'tkazib, huquqdan chetlab, barcha huquqlardan chetlab, mol mulkka egalik, yerga egalik, resursga ega huquqlardan chetlab, o'zlari Sovet pasportlari bilan qolib, tashqi dushman bilan til biriktirib, kollaborant deydi shuning uchun bilan. Bu kollaborantlar tashqi dushman bilan til biriktirib, bizni Sovet davlatining resurslarini o'g'irlashyapti birgalikda tashqi dushman bilan va o'zlariga katta-katta boyliklar, shuni asosida, resurslar asosida, o'g'irliklar asosida, xalqning mulkini o'g'irlash asosida katta-katta boy bo'lib o'tiribdi bular va uni shu o'zlarining doirasida yana hokimiyat uchun kurashadi. O'zlarining doirasida. Bilasizmi, kimning nimasi hokimiyatga ta'siri kuchli bo'lishi uchun kurashadi. Masalan, Karimov davrida hokimiyatga ta'siri kuchli bo'lgan bo'lsa, Inoyatovni Mirziyoyev kelgandan keyin zaiflashdi. Nimaga? Chunki Mirziyoyevning xotiniga o'tdi. Mirziyoyevni o'zi emas, xotini orqali chet elliklar boshqaradi. Endi demak, ko'p nazorat kimga o'tdi? Mirziyoyevning xotiniga o'tdi O'zbekistondagi nazorat. Ko'rdingizmi? Ya'ni ta'sir o'sha kimni qaysi nimaga qo'yish, vazifalarga qo'yish, haligi shirkatning ichidagi, sistemaning ichidagi haligi qo'lida avsos bilan yurgan qullarni kimni deputat qilish, kimni prokuror qilish, kimni hokim qilish, kimni sud qilish nimalari Xabat sektasi bilan maslahatlashib qilish huquqi ana Ziroatxonning qo'liga o'tdi. Endi Inoyatov shuning uchun chetlanib qoldi. Shuning uchun bu haqda gapirilmay qo'yildi. Bilasizmi shuni? Chunki buni ta'sirini chetlash uchun haligi tuzumdagilar buni ta'siriga tushmasin, tuzumdagilar endi bu tomonga qarasin, bularni ta'sirida bo'lsin, Ziroatxonni ta'siriga tushsin deb buni nimadan chetlab qo'yib, buni nomini ham aytmay qo'yishdi. Shuning uchun yolg'ondan nima deb boshida tarqatish deysizda bo'lsa, haligi Bobomurod shuni baqirib chiqdi. Inoyatov o'layotgan ekan, bunday bo'layotgan ekan deb yolg'ondan. Chunki Inoyatni уже o'yindan chiqarishga harakat qilishdi. Lekin umuman chiqarisha olmadi. Chiqarishdi, ta'sirini kamaytirishdi, lekin o'yindan butunlay chiqarisha olmadi. Endi qaysidir vaqt o'tgandan keyin Inoyatov yana orqadan turib nima qila boshladi? Ta'sir qila boshladi. Endi qarang, ana shu Mirziyoyev bunday deb baqiradigan blogerlarning orqasida shu turgan bo'lishi ham mumkin. Chunki o'sha blogerlarga bular pul to'laydi-da, ular pulga ishlaydi, bilasizmi? O'sha nima ismi uni Germaniyada o'tiribman deydi, ana shu Malohat Eshonqulova bormi, Jahon Nomo bormi, yana birlari bor, Safarbekjon, yana birlari bor. Ular ko'pchilik hammasiga pul to'laydi-da, davay dedi, fast dedi, nimani dedi, zaiflashtirishga boshlaymiz dedi. Mirziyoyev bunday deb dedi, yoki kuyovlari unday o'zi bunday yana bir narsa deb dedi. Shunday deyish ham mumkin. Keyin chunki blogerlar armiyasi bularga ishlaydi. Siz o'ylaysiz, bizga ishlaydi. Bizning qalbimizdagi gapni aytayaptimi? Ana Mirziyoyevni yomonlayapti, bizga ishlaydi. Yo'q, aslida sizga ishlamaydi u. Sizga ishlaganda u Mirziyoyevni yomonlagan paytida nima uchun Mirziyoyevning oilasida Sovet pasporti bor deb aytmaydi?
Nima uchun aytmaydi? Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotiga borganda u Sovet diplomatik pasporti bilan boradi. O'sha uchun uni kirgizadi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga. Bo'lmasa uni kiritmaydi. Chunki u yerda Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqigina Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zosi hisoblanadi va tashkilotchisi hisoblanadi. Uchredитель deydi. Bilasizmi? Boshqa subyekt SSR hududidan hech qanday a'zo yo'q, lekin boraveradi, to'g'ri, SSR a'zo bo'lgandan keyin O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasidan Mirziyoyev boradi, Tojikiston Sovet Sotsialistik Respublikasidan Emomali boradi, masalan, Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasidan boradi. U yolg'ondan sizga подмена понятий deydi. Tushunchalarni o'zgartirib, O'zbekiston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, o'shaning orqasida o'sha O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi turibdi. O'sha Emomali ham o'sha Sovet pasporti bilan boradi. Sovet diplomatik pasporti bilan boradi, boshqa pasport yo'q, boshqa subyekt yo'q, ularni boshqa a'zolik ham yo'q. Faqatgina Sovet davlatining a'zoligi bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Endi qarang, nima qildi Inoyatov? Yana o'ziga kuchni qaytarish uchun, nazoratni o'ziga qaytarish uchun, chunki buni ta'sir kuchi hali ham SGB nima deydi, uni xavfsizlik nimasida xavfsizlik nima deydi, uni SGB безопасности, xavfsizlik nimasida ta'siri bor-ku buni. SMBda, oldi SMB deyilardi, hozir SGB deydimi? O'shanda buni ta'siri bor-ku baribir. O'sha odamlar, uni shogirdlari hozir o'sha yerda o'tirganlar bunga quloq soladi, keyin ba'zi prokurorlar bunga quloq soldi va Otabek Umarovni Mirziyoyevni chetlatib, Mirziyoyevni chetlatsak xotinidan nimani olamiz, ziroatdan nimani nima deydi, uni kuchni olamiz deb Otabekni olib kelmoqchi edi bu. Rossiya bilan til biriktirib, Facebook bilan til biriktirib. U yerda Rossiyaning ham qo'li bor, to'g'ri, FSBning qo'li bor. Lekin ana shu bilan shunaqa katta kuch bilan harakat qilishdiki, lekin nima qildi oxirida? Shu ziroat kim bilan gapirishni topdi. O'sha Mossad, CRU o'sha tomonga chiqib, Alisher Usmonov yordam berdi menimcha. O'shalar orqali Mossadni olib kelib, o'sha yerdan maxsus xizmatni olib kelib bularni bosdi. Bularni bosib, bularni tarqatib yubordiki va bularni nimasiga tushganlarni, bularni ta'siriga tushganlarni qamab yubordi, lekin bularni o'zlarini qamamaydi. Inoyatovni ham, Otabek Umarovni ham ularni qamamaydi, chunki ularda Sovet pasporti bor. Ular Sovet pasporti degan narsa insonga dunyodagi bizning sivilizatsiyamizdagi eng yuqori statusni beradi, eng katta maqomni beradi, suveren degan maqomni beradi. Bunga bu suveren maqomini bizga Stalin berib ketgan, железобетон qilib, lekin biz o'sha maqomdan, biz oddiy xalq o'shandan foydalana olmayapmiz, chunki ongsizligimiz, qo'rqoqligimiz sababli, ana shunaqa blogerlarga ishonganligimiz sababli, ana shu yolg'onchilarga ishonganligimiz sababli biz o'zimizning, lekin bular o'shandan foydalanyapti. Hech qachon Gulnora Karimova bir sekund ham qamoqxonada o'tirgan emas. U просто sizga informatsionniy musor deydi. O'shani tashlab o'tirishdiki, sizni fikringizni, sizni vaqtingizni o'sha tomonga bekor ketkazish uchun. Chunki sizda interes bormi, sizda qiziqish bormi? Gulnora Karimova unaqa qildi. Gulnora Karimova bunaqa. To'g'ri, Gulnora Karimovani hokimiyatdan chetlashtirishdi, unga kuch berishmadi haligi shirkatning rahbari qilishga. Shirkatning rahbari O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi Oliy Sudning raisi bo'ladi. Ikkita rahbarlikni bitta odam olib boradi. Agar sen O'zbekiston Respublikasi shirkatiga shirkatga prezident bo'ldingmi, demak sen O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining Oliy Sovetiga rais ham bo'lasan. O'shanda seni qo'lingda vakolat bo'ladi, qaror chiqarib, qo'l qo'yib, pechat qo'yib, Sovet g'aznasidan, resursidan tushgan pullarni olishga. Katta pul u yerda. Bular juda katta pul, juda ham katta pul.
bir hovuch odam uchun 0,01% odam uchun u yerdagi pul juda katta. Shu uchun ular oyiga sovet pasportlari bor, o'sha g'aznadan chiqarib resurslarni sotyapti-ku, gaz bormi, hamma narsa xalqqa bermasdan tashqariga. Chunki katta pul g'aznaga tushyapti, g'aznadan bular borib olyapti va o'zlarini sovet davlatining mansabdorlari deb оформлять qilib, masalan bu Oliy Sudni raisi yana birov deb nima qilyapti, katta mansablarga Karimovning oilasi hozirgacha xotini, qizlari, nabiralari ana shu sovet davlatining mansabida mansabiga qo'yilgan Mirzayevlar oilasi, Inoyatovlar oilasi, Parpiyevlar oilasi, ular keyin o'sha g'aznadan tushgan puldan har bir sovet hujjati bilan, sovet davlatining pasporti bilan o'sha katta pullarni fondlarga o'tirib, o'zlariga oyiga necha million dollarlik maoshlarmi, вознаграждение deydimi, mana shunday qilib olyapti ular. Shuni hisobiga ular boy bo'lib ketyapti. Bu degani xalqning mulkini o'g'irlashyapti. Lekin shu narsani sizga bu biror marta aytdimi? Aytmaydi. Bu biladi, sovet pasporti bor ekanligini bilmaydimi? Bu shunchalik ongsizmi Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomini o'rganib chiqmadimi? O'sha yerda SSSR turganini nima uchun esir turibdi deb savol bermadimi? O'ylamadimi? Menimcha biladi, lekin aytmaydi, chunki u pulga ishlaydi. Unga kim pul to'laydi yolg'onni gapirib o'tirgani uchun? O'sha globalistlar, o'sha bizning dushmanlarimiz pul to'laydi. Bizni dushmanlarimizga ishlaydiki, shu bizni xalqni uyg'onmasligi uchun kurashadi. Siz uyg'onmasligingiz kerak, siz lekin uni tushunmayapsiz. Endi bular kimlar? Bular kimlarga ishlaydi? Bular hammasi. Bular 3-reyxga ishlaydi. Bilasizmi? 3-reyxga ishlaydi. Hozir 3-reyx nimasi ketyapti butun dunyodagi sovetlarga qarshi, sotsializmga qarshi. Ana 3-reyxning bu simvoli, ramzi. Endi qarang, 3-reyxning ramzi ana 3-reyxning ramzi. Endi bu nima degani? Ana птица падальщик, ana qanotini qarang, bir xil. Qanotini ko'rdingizmi? O'liklarni sevuvchi, o'liklarni yeydigan qush. Вот она, есть подгнившее мясо. Sasib ketgan go'sht bo'lsa ham yer ekan. Они способны благодаря очень высокой кислотности желудочного сока, который убивает все трупные бактерии. Trup degan o'lik degan. O'likning dagi bakteriyalarni ham o'ldirib yuboradi ekan. Ana shu qushni ramzi bo'ladi. O'zbekistonda qanaqa ramz? O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida yoki SSSRda qanaqa ramz? Ana O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida qanaqa ramz chiroyli? O'roq va bolg'a bu nima degani? Ishchi dehqon hokimiyati degani. Haligacha biz hammamiz ishchi dehqon hisoblanamiz. Ishchilar bor, dehqonlar bor. Ularning o'rtasida intelligensiya bor. U ishchi bilan dehqon o'rtasida aralashib o'shaga xizmat qiladi. Hozir unday emas. Ana qarang qanaqa. Butun dunyo proletarlari birlashingiz deydi. Butun oddiy odamlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Masalan, 7 milliardmi, 8 milliardmi odam oddiy xalqni tashkil qiladi. U ozginagina 1 million odammi u ko'p bo'lsa, 1 million odam bo'lsa, ular bir hovuch bo'lib, elita bo'lib, o'zlariga 8 milliard aholining ulushini o'zlashtirib o'tiribdi. Biz hokimimiz, biz nimamiz? Boyimiz, biz katta boylarimiz, biz kapitalistlarimiz, biz katta boyliklar egasimiz, transnatsional korporatsiya. Kimniki u transnatsional korporatsiyalar? Kimniki? Lekin o'sha yerdagi bir hovuch iblislar bittasi tam necha trillion boylik, yana bittasi necha trillion boylik. Ana bu butun mamlakat, masalan, Amerika mamlakati bitta iblisga tegishli, Germaniya bitta iblisga tegishli, endi Rossiya ham Rothschildlarga tegishli bo'larmish. SSSR hududi. SSSR hududi Rossiya imperiyasiga oldin kirgan. Bu gapni qarang. Nima uchun senga tegishli bo'ladi? Bu yerda 300 million aholi yashardi-ku.
O'shalarning bola chaqalari tug'ilib kelyapti. Yurt egasi har bir ishchi dehqon-ku. Ana ko'rdingizmi? Qanaqa? Va 5 yulduz. 5 yulduz bu erkinlik, nima deydi uni? Tiriklar dunyosida to'g'rilik, ezgulik, yaxshilik yo'lida yashab kelayotgan odamlar gunohsiz bo'ladi. Gunohsiz odamlar demak nima? Fazoviy odamlar. Ana tepaga chiqib ketdi. Ana nima deydi? Puxtay bo'lib uchib ketdi. Demak gunohi yo'q ekan deydigan gaplar bor bizning xalqimizning o'rtasida. Birov o'lsa, ana deydi, birdan o'ldi, bir ham azob chekmadi, bir ham gunohi yo'q ekan, tepaga uchdi ketdi deydi. Ana shu gunohsiz odamlar tepaga uchadi, ana shuni ma'nosi shu. Kosmosga uchadi. Ko'rdingizmi? Lekin bu 3-reyx, nima uchun 3-reyx o'sha ptitsa padalshik dedi, o'liklar go'shtini yeydigan qushni o'ziga ramz qilib olgan. Chunki bu yerda kimlar dunyosi? O'sha yerda ularda. Bizda ana ishchi dehqon. Ko'rdingizmi? Ayol va erkak bu Sovet davlatining ramzi. O'roq va bolg'a ishchi dehqon ana. Ishchi va dehqon ayol ramzi. Nimaga ularda unaqa ramz? Nimaga ularda unaqa? Shuni o'ylab ko'rmadingizmi? Nimaga ularda bunaqa ptitsa padalshik, bu haligi o'liklar go'shtini yeydigan qushning ramzi? Nimaga haligi Motamsaro ona ayolini Karimov har joyda ko'p Inoyatov bilan? Chunki bu yerda nima? Gunohkorlar dunyosi. Shucha sizni nima deydi? Aldab o'rmachitga yugur. 5 vaqt namoz o'qi. Sen nima? Kichkinagina bolaga namoz o'qittiryapti. U kichkina bolada gunoh bormi? Unda gunoh nima qiladi? U namoz o'qishini o'rniga bitta bir yaxshi she'rni yodlasin, bitta bir kichkina ertak kitobchani o'qisin. Ongini, miyasini oshirsin. Chunki ongi o'smasin deydi. Kerak emas deydi o'qish deydi. Bilim olish kerak emas deydi. Bilim olish kerak. Bilim bu eng kuchli qurol. Bilasizmi? Bilim bu eng kuchli qurol. Bu nima degani? Bu shaytonlar dunyosi. Buni bu sizga aytmaydi. Nimaga siz buni eshitasiz? Hayronman. Shunchalik ongi pastlar o'qimaganlar bizni nimamizda, jamiyatimizda. Ana shu narsa ketyapti. Bu sizga hech qanday daxli yo'q. Bularni vaqti kelganda jazosi ham bor. Har qanday jazo, yomonlik jazosiz qolmaydi. Har kimki yomon bo'lsa jazo topqusidir. Ana shu narsa ketyapti. Bilasizmi? Hokimiyat uchun kurash. Ta'siri kuchli bo'lishi kerak. O'sha men sizga aytdimki, Oliy Sovetning raisi bo'ladi, O'zbekiston Respublikasi prezidenti, shirkatning prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining raisi ham bo'ladi. Demak, unda nima bo'ladi? Pechat bo'ladi, qo'l qo'yish, pechat qo'yish huquqi bo'ladi va haligi SSSR bankidan, g'aznasidan pul olish huquqi bo'ladi va katta-katta pullarni oladi. Ana shuning uchun kurash ketyapti. Pulni uchun, boylik uchun ular o'rtasida kurash ketyapti. Hozir Ziroatxonim u yerda komandovat qilyapti, bu chetlab qo'ydi. Inoyatni. Endi Inoyat Otabekni olib kelib, bu o'zi nimaga kirmoqchi edi. O'sha resurslardan bu ham ko'proq olishga. Bunga ham beradi, lekin oz beryapti demak. Demak, oz beryapti, keyin pora keladi, rosa tonna har kun xaltalab. Ana bankni bilasizmi, Ziroat bank deb qo'yibdi. Barcha o'sha poralar o'sha yerda o'tadi. Bilasizmi? Buni chetlayapti demak, ko'p kelmayapti bunga. Bular nafs balosi. Nafs balosi deydi uni. Bular hech qachon to'ymaydi, bilasizmi? Hech qachon to'ymaydi. Bular hech qachon xalqni o'ylamaydi. Hech qachon shunchalik katta boyligi turib, bitta ko'chada bitta odam yotgan bo'lsa, uysiz bechora qolib ketgan, o'shanga bir xonalik uyni olib bermaydi bular. Chunki mumkin emas. Chunki unda u nima qilgan bo'ladi? Ezgulik qilgan bo'ladi. Ezgulik qilish biladi mumkin emas. Bularda faqat yomonlik qilish kerak. Bularni nima hayot tarzida. Bular
ana shu nimaga bo'yinsunadi. Ana shunga bo'yinsunadi 3-reyx. 3-reyx bilan 3-reyxni ramzlari, 3-reyxning qonun qoidalari, Rim qonun qoidalari bularda yaxshilik qilish mumkin emas. Yaxshilik qilsa, uni olib tashlaydi, yo'qotib tashlaydi. Ishonch bo'lmaydi haligi tashqi dushman, tashqi xo'jayinni oldida, ko'zida. Bunga ishonch bo'lmaydi, bilasizmi? Buniki olib tashlaydi. Qilib tashlaydi. Shuning uchun bu yaxshilik hech kimga qilmaydi. Mazlum xalqqa hech qachon shafqat qilmaydi. Siz bulardan shafqat kutmang va bularning blogerlardan to'g'ri haqiqatni gapirishini kutmang. Siz undan ko'ra o'zingiz bilimingizni oshiring, kallangizni ishlating, vijdonni o'rtaga qo'ying. Haqiqatni gapira oladigan odamda vijdon bo'ladi. Vijdonsiz odam hech qachon haqiqatni gapirmaydi. Bizni birdan-bir yo'limiz ana shu barcha yomonliklardan saqlanib qolishni, qirilib ketishdan saqlanib qolishni, haligi elektron konslagerga chiplanib, haligi hozir yaqinda ular уже davlat gosuslugi deb, haligi davlat yagona darcha deb sizni aldab yagona informatsion axborot markaziga o'tkazib, ertaga sizga haligi nima deydi uni raqamli pul, keyin chip, konsentratsion lagerlarga tiqish. Ular o'shalarning nimasi bo'yicha ko'zlayapti. Ularning plani bo'yicha, ularning dasturlari, ularning plani bo'yicha o'sha xalqaro tashkilotlarning va O'zbekiston Respublikasi shirkatining nizomi bo'yicha jismoniy shaxs sifatida. Siz jismoniy shaxsdan chiqishingiz kerak, men sovet grajdaniman deyish kerak. Bittagina yo'li shu. Men yasir grajdaniman. Meni qonunim 1936 konstitutsiya boshqa narsani bilmayman. Men chet el shirkatlari bilan hech qanday aloqam yo'q deyish kerak. Bular hammasi chet el shirkatlari bizda yurgan hozirgi haligi MIB deydi, sud deydi, prokuror deydi, politsay deydi, hammasi soliq qo'mitasi, mahalla raislari, OGMV tashkilot, hammasi O'zbekiston Respublikasi bu tashqarida o'rnatilgan shirkat. Bular hammasi chet el shirkatlari hisoblanadi. Siz bularga nima qilib yursan bu yerda, men sendan hech narsa so'raganim yo'q, menga xizmat qilishing kerak emas, menga xizmat ko'rsatma. Bor, men istirkirashnaman, men nima resurslardan foydalanuvchi sotib oluvchi emas, men foydalanuvchiman, men bu resurslar o'zimniki. Men yer egasiman desangiz, ular siz hech narsa qila olmaydi, lekin o'shani aytib bilish uchun unga ong, bilim va vijdon kerak. Faqat shunga qaytsakkina biz nima bo'lamiz? Yomonliklardan qutulamiz. Lekin yana bir narsani men sizga aytamanki, kon mirazdaniya degan narsa bor. Uni hech kim dobro и zlo deydi. Dobro yaxshilik bilan yomonlik, yaxshilikni umuman hech kim taqiqlab bilmaydi. Unaqa qonunda, unaqa dunyo tuzilishida unaqa narsa yo'q. Qandaydir harakat qilishi mumkin, sizni aldab, sizni yaxshilikdan chetlab, sizni aldov yo'llari bilan yoki qo'rqitish yo'llari bilan, lekin yaxshilikni taqiqlab bilmaydi. Unday narsa bo'la olmaydi. Demak, yaxshilikni taqiqlab olmaydi degani, demak yaxshilik baribir bor degani, yaxshilik qonunlari baribir bo'ladi degani va ertaga o'sha globalistlarning o'zlari, xo'jayinni o'zi o'sha qonunlar doirasida o'zi yo'q bo'lib ketmasligi uchun ana shu hududda sizni olib borayotgan faoliyatingizni auditini qiladi. Nima qildi? Nima uchun ular sizni umraga olib borib, jinoyatchi qilib, sektant deydi, hoj degan so'zning ma'nosi sektant degan, sizni qora spiskaga olyapti, qora ro'yxatga olyapti. Sizga o'sha sharoit yaratyapti, yomonliklar yo'liga, siz shuni qilyapsiz. Ertaga sizni o'shanda ayblaydi. Bilasizmi? Bularni ham ayblaydi. Qanaqa qilib bular sovet resurslarini o'g'irlagani, xalqqa nisbatan yomonlik qilganliklari, hammasi keyin sudyalar, prokurorlar qanaqa noqonuniy nimalar, karatelniy deydi, qarorlar chiqarganlari hammasi ertaga bo'ladi va Rossiyada masalan, mana O'zbekistonda turib, mendek odamlar Rossiyada juda ko'p kurashyapmiz, haqiqatni o'rnatish uchun, yaxshilik, ezgulikni o'rnatish uchun va SSSR davlati hech qayerga ketgani yo'q, ertaga SSSR hokimiyati tiklanadi. Unda keyin siz kim bo'lib qolasiz? Siz migrant bo'lib qolasizmi?
o'z yurtingizda migrant, hozir siz jismoniy shaxs sifatida o'z yurtingizda migrantsiz. O'sha paytda hamma yaxshilik yomonlik qilgan ishlaringizni auditi bo'ladi. Kim qancha reyestrlarga tushganini. Shuning uchun ham inson degan bor-ku, men har doim aytganman, men bir boshidan bilganman, men har doim aytganman, men qonun asosida yashayman deganman. Qonunbuzarlikda ishtirok qilmayman deganman. Namoz o'qi desa, men nima jinoyatchimanmi deganman. Jinoyatchi emasman men deganman. Men namoz nima uchun o'qishim kerak deganman. Men chunki yudaizmdan chiqqan islom diniga ishonmayman. U yomonlik. Yarim haqiqat, yarim yolg'on bilan aralashtirilgan yomonlik. Men u narsaga ishonmayman. U yolg'on narsa, u yomon narsa. Bilasizmi, ko'r-ko'rni yetaklasa deydi, jarlikka boradi. O'sha mullalar ham nima qilayotganini bilmasa kerakda ko'pchiligi. Ana shu Eshonqulovalar ham nima gapirayotganini tushunmasa kerakda ko'pchilik. Nima qilayotganini bilmasa kerakda. Bu ana Germaniyaga tamom bu esir grajdanligidan chiqdi. Bu endi hech qachon qaytib kela olmaydi. Bir umr qul bo'lib ketadi. Yana bu qizlarini, seni qizingni kim himoya qiladi endi bu yerda? Sen huquqingga yetib pishdingni badnom qilding-ku. Yetib pishdiga ketdi vatan xoinlik. Bilasizmi, ularni vatan xoinligi yetib pishdiga ketdi. Bu narsalarni tushunish uchun ongli bilish kerak, lekin ko'pchilikda ong bo'lmagandan keyin tushunmaydi-da. Sizlar nimaga hech kim namoz o'qimasdi? Mana onam, dadam, buvimlar hech qaysi namoz o'qimagan. Yaqinda onam o'ldi 82 yoshida, bir marta ham namoz o'qimagan. Nima uchun iymonli, insofli, yaxshi odam bo'lib o'lib ketdi, u dunyoga ketdi, yaxshi odam bo'lib. Hamma yaxshi odam edi dedi. Yaxshi odam edi haqiqatan. Chunki ular to'g'ri yo'lda yashagan. Ular yolg'on yo'lda yashamagan. Yolg'on dunyoda yashamagan. To'g'ri yo'lda yashagan. To'g'ri bilib yashagan. Siz yolg'on dunyoda yashayapsiz. U yolg'on narsa u. Kimni aldaysiz siz? O'zingizni aldayapsiz. O'zingizni o'zingiz aldayapsiz. Qayerda jinoyatchi bo'lsa, o'sha shu yomonlikka kirib ketadi. Yolg'on narsalarga. Siz aldayapti. Bir deydi, okeancha deydi, gunohing bo'lsa ham deydi, sen deydi, g'ar bo'lsa ham, o'g'ri bo'lsa ham deydi, o'z ko'zim bilan o'qidim, haligi hadislarda yozilgan. Payg'ambar shunaqa dedi deydi. Sen deydi 5 vaqt namoz o'qisang, hammasi yuvilib ketadi dedi. Yolg'on narsa-ku. Tabiatni oldi, tabiat yaratgan, hammasi fizika, energiya. Seni yaxshiliging ham, yomonliging ham hammasi hisobda turadi. Sen yomonlik qilib ertaga 5 vaqt namoz o'qidim, ana yomonligim yuvildi deb, unaqa narsa yolg'on narsa. Umraga borib keldim, yomonligim yuvildi demoqchimisan? Nabarot umraga borib kelib, hoji degan haligi sektant degan nimaga spiskaga, ro'yxatga tushding. Bu yolg'on narsa. Qalbingda sani, o'zingni qalbingda sani. Xudo sani qalbingda va ota-onani oldidagi burch. Ota-onangni hurmat qilsang, ota-onangni gapidan chiqmasang, ota-onangni qalbini og'ritmasang, ana men sizga o'rgataman. Ota-onang sani xudoing. Sen ota-onangni hurmat qilmasangda, uyini tortib olib ko'chaga tashlab, yana men 5 vaqt namoz o'qiyapman, men umraga borib keldim, men hoji onaman, hoji otaman demoqchimisan? Yoppa yolg'on narsa u. Sen ota-onangni bu oldidagi burchni bajarishing kerak. Faqat bolalaringni emas, bolalaringni oldidagi burchni ham bajarishing kerak. Ota-onangni oldidagi ham burchni bajar. Sen ota-onangni oldidagi burchni bajarishni tushungan odam vatanning oldidagi burchni ham tushunadi. Sen vatanning oldidagi burchni bajarishing kerak. Sen men chet el nimasiga borib, migratsiya xizmatiga borib, chet el hujjatini olib, Amerikaning hujjatini olib, men yashashim kerak-ku, men umrimni bugun yashashim kerak-ku deb, sen migrant bo'lib, jismoniy shaxs bo'lib, vataningga xiyonat qilib, o'z yurtingga, o'z vataningga xiyonat qilib yurib, yana sen jannatli bo'lmoqchimisan? 5 vaqt namoz o'qisam, hammasi yuviladi demoqchimisan? Yolg'on narsa. Shunchalik ham ahmoqlik bo'ladimi? Shunchalik ham qadrsizlik bo'ladimi? Bu insonni qadri bir tiyin bo'lib ketdi-ku, vobshe.
ustingizdan kulib o'tiribdi bular, sizni bilasizmi, bular hech qachon shu mirzaklar bilan oilalari, bu inoyatlar bilan oilalari bormaydi, hech qanday namoz ham o'qimaydi, hech qanday umraga ham bormaydi. Bilasizmi? Ana bu fohishalarga pul to'lab nima qildiradi, tashviqot qildiradi. Yulduz degan uni qizi bor, yana bir narsasi bor, haligi har kun 10 marta erga tegib chiqib yuradiganlar, fohishalarni olib borib tashviqot qildiradi, ana umraga bordi, ana unday qildi, ana bunday qildi deb sizni lo'q qiladi. Chunki ularga pul to'laydi katta-katta, ular ham bormaydi. Bormaydi, yolg'ondan tashviqot qiladi. Ularga pul bo'lsa bo'ldi. Hamma narsasini pulga sotib qo'ygan ular. Ularga vatan ham kerak emas, yurt ham kerak emas, iymon ham kerak emas, insof ham kerak emas. Bir tenga qimmat. Unaqa odamlarni men qo'shig'ini bor-ku, yoniga $100,000 qo'shib, mana shu borib shuni konsertiga kirdisi kirmayman. Sizlar ahmoqlar uni konsertiga kirib yotsa, o'ngi pastlash, hayron qolaman. Shunchalik o'qimagan, shunchalik vijdonsiz, pastkash bo'lib ketgan odamlar. Men hayron qolaman, bolalardan uyalmasmikanlar deb. Seni tarbiyalagan bolang ham shunday bo'ladi-da. Uje kichkinagina bolaga namoz o'qittiryapsan. Kimsan sen? Demak, bir yurgan bir buzuqsan, shuning uchun o'qittiryapsan. Men shunday deb tushunaman. To'g'ri, normal odam unday qilmaydi. Bizga ota-onamiz bir marta namoz o'qi deb aytgan emas. O'zi ham o'qimagan, bizga ham aytgan emas. Lekin shunaqa obro'li bo'lib xalqning ichida yashab o'tdi. Shuning uchun o'ylab ko'ring, bu iblislarning gaplariga ishonib, bu jinnilarning gaplariga ishonib, o'zingizni yerga urib, insoniylik maqomidan chiqib, jinniga aylanib yurmang. Sog' omon bo'ling.